Bu safar homiylarimiz tomonidan taqdim etilgan yarim tayyor mahsulotlardan tez va oson usulda pitsa tayyorlab ko'rsataman. Bizlarga kerak bo'ladi latesto tayyor xamiri, alsafi mozzarella sirlari, zaytun, ketchup, mayonez hamda shirin kolbasasi. Ishni shirin kolbasalarni ochib, yupqa qilib to'g'rab olishdan boshlaymiz. Kolbasalarni to'g'rab bo'lgach, alsafi mozzarella sirlarimizni cho'rkadan o'tkazib olamiz. Endi esa pitsaga yana ham mazali ta'm berish uchun Picasso zaytunlarimizni to'g'rab chiqamiz. Pizzani pastasi uchun ketchup mayonezdan biroz idishga siqib olib, ustidan kashnish maydalangandan solib, bir massaga kelguncha yaxshilab aralashtirib, pasta tayyorlab olamiz. Pastamiz tayyor bo'lgach, latesto xamirlarimizni ochib, listga joylab, ustidan tayyor pastamizni surtib chiqamiz. Keyin esa maydalangan sirimizni solib, bir qismini olib qo'yamiz. Ustidan to'g'ralgan kolbasalarimizni joylashtirib chiqamiz. Kolbasalarni joylab bo'lgach, to'g'ralgan zaytunlarimiz bilan oralarini to'ldirib chiqamiz. Keyin esa qizib turgan duxovkamizda 200 gradusda 20 daqiqa pishirib olamiz. Pitsa pishib bo'lgach, boya qoldirib qo'ygan sirimizni ustidan solib 5 daqiqaga qoldiramiz. Qarabsizki, tez va oson usulda mazali bo'lgan pitsalarimiz tayyor. Bu videoni pitsa tayyorlashni bilmayman degan do'stingizga jo'natib qo'ying. Sizga esa yoqimli ishtaha, video yoqqan bo'lsa bittagina like tayyorlaymiz degan umiddaman.